Bu o'rinda sizga eng katta yordam beradigan narsa bu qonun qoidalar. Har bir oilada bo'lishi kerak bo'lgan qonun qoidalar. Ko'p aytaman buni. Har bir oilani o'zining ichki qonun qoidalari bo'lishi kerak. Tasavvur qiling, agar jamiyatimizning ma'lum qonun qoidalari bo'lmasa, shariatimizning ma'lum qonun qoidalari bo'lmasa, farzlarimiz, sunnat amallarimiz bo'lmasa, bu ko'ngil nimalarni tusamaydi, nimalarni qilmagan bo'lardik. Qonun qoidalar bor, dinimizda belgilangan ma'lum mezonlar bor, shularga amal qilib yashaymiz va o'zimizni shunga goho majburlaymiz. Har doim ham sevib qalbdan qilmaymiz-ku, ba'zan majburlaymiz. Xuddi shunday oilada farzandga nisbatan ham shunday bo'lishi kerak. O'rni kelsa farzand uni sevib bajarsin, o'rni kelsa majburlikdan bo'ysunib bajarsin. Lekin unga kattalar ham amal qilish kerak, shundagina bu qonun qoidalar ishlaydi. Va yo'q so'zini o'rganishingiz kerak. Mumkin emas narsalarda yo'q deb qat'iy takrorlay olishingiz kerak. Keyin mana mehr berish deyman-ku, ko'pchilik shuni taltaytirish, erkalatish deb tushunadi-da. Bilasizmi, mehr berish aslida farzandingizni bu hayotda yashashini osonlashtiruvchi barcha narsalarni o'rgatish. Farzandingiz bu dunyoda yashab ketishi qanday oson bo'lsa, bu uchun nima kerak bo'lsa, qanaqa odob, qanaqa mezon, qanaqa qobiliyatlar, buni barchasini o'rgatish bu mehr berish. Bolamizga yaxshilik tilash mehr berish. Mehr berish o'shani buyruqda emas, balkim farzandimizga kerakligini tushuntirib o'rgatish mehr aslida. U bo'lar bo'lmas narsaga erkalatish, ana keyin tantiqlikni olib keladi. Shu nuqtada onajonlar adashib qolmaymiz, xo'p?